Mokka. 150 yıl bakan Mokka. Oho. Ko'rdim turdashlar, men ekranga mana jip to'qab turgan Mokka deb qo'ydik ekan, atlas to'qash ishiladigan asos muhimkanda bu ya. Anam dadamni qiyitib, babamni 100 metre çıkıp Mokka. Dadamni qiyitib, men bana ne bildiğinizde mi 60 yaş çıkıp olmam Mokka. Aş çoğundalarımız 120 yıl ömür koygan mı? 120 yıl toqqan atlasni, Abqadir Rozi. Hakikaten tarihi var ki. Babam 120 metre atlas toqqan. Babamның Abqadir Rozi. Babamның Abqadir Rozi emas, hamda babamның Rozaxunның Nurmamat ağa gaplarni uzib qo'ydi. Mani tatib paslar biz G'o'ljiqbiga oldiraytoq, men telefonimni to'qibdi. Azroq qilib oldi. Men saqsayamchiga sizni ko'rib oldim. Budo yana bir keliman. Aşağıda yana men onamni ilib bir kelejima ko'zday onamniga. Bir to'q paslar biz men anda men oldi. Ma to'qish jarayoniga ko'rib berganjima to'rdashlar. Atlasni. Put bilan qo'l tangchaga ma putning ishlashi. Ma qo'lning ishlashini ko'rdi olama. To'qilish jarayoni keldi. Moyoq kelib tataylar mana. Moyoq kelib tatsa, ama to'qilish jarayoni keldi. Mo'shunda to'qib turdashlar 3 kunda 6,5 metrlik bir rahim fitirib chiqimiz edi. Haqiqatan bir ajr, mehnat talab qilgan bir kasb. Qarasaqmi, mo'shiningdan bilib olaylik, imton zil kasb ekan bu. Bunda odatdagi odam qarab tushunmaydi ekan buni. Ey, mandatat yaxshi chiqmaydi-ku. Zira koyalım ayaklarında karayıtıydı. Tatıydı. Gözden moş tokuruş yarıyanını. Enter güzel. Minece tordaşta moşu yerken moşu ordusa kırsak manqarala. Moşa kırsak moşu Nurmamat ağamız varken 7 evladını üzerine bildiğin ama 1000 yıllık 2 yıllık tarixga bardı deydi. Bizden moşu toqumchilik kasbimiz evlat deydi. Şunu bir ko'rib, ziyorat qilib bu tağımız bilan paranç basanlama. Bu tağımız üzüm bek parançga yomon gap qilib berdi ekan. Bizden vaqtimiz qisab qilib moşa qaytirgan bo'ldik rahmat sizlarga.